Assalamu alaykum qimmatli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun 2022 yil 6-oyning 30-kuni payshanba. Bugun men oldi bilan iqtisodiy masalalar haqida to'xtalgandan keyin ondan o'zimizga aloqador ba'zi masalalar haqida to'xtalib o'taman. Xabaringlarda bo'lganidek, bu yil 1-oy kirgandan buyon toki hozirgacha yana 7-oy kelay dedi. O'sha yarim yil ichida Amerikaning paychiki bozorida ig'ir cho'kish bor. Kishilar buni chap-chap bozordan kasat bozoriga o'tish oldida, ya'ni shuning girviga kelib qoldi davlatda hatto ba'zi iqtisodshunoslar. Ya'ni Amerika iqtisodidagi bir necha xil ahvollarning ta'siridan, ya'ni Amerika iqtisodiningki birinchi faslda tuvalladi xabarlanadi. Ikkinchi fasldagi sonliq ma'lumot teg'i chiqmadi, ya'ni qiyos teg'i chiqmadi, o'lchov teg'i chiqmadi. Ammo ya'ni chekinish bor deb hozir oldin qiyos qilayotganlar turyotdi. Demak, bu paychaki bozorlardagi bu xil cho'kish Amerika iqtisodidagi egiz pastlikning, ravonliq tushumganlikning va shundaqli pul paxalligininki tahlikasininki ta'siridan deb qarash qiladi. Albatta, iqtisodiy faoliyatlarning ravon bo'lmasligi, yana iqtisodiy sog'lomlikninki nacharlashishi shirkatlarninki paychakini bozorga solgan shirkatlarning iqtisodiga ham tijoratiga ham ta'sir ko'rsatdi. Ularninki paydasi tijorat kirmi ya paydasi azalgandan keyin bularning paychakida cho'kish bo'ladi. Shunlashqa shu 6 oyning ichida hozirga qaraydigan bo'lsak, Nasdaq ko'rsatkichlari, ya'ni shu paychaki bozorga qarab 3 xil ko'rsatkichga asosli qaraydi kishilar. Nasdaq ko'rsatkichi, Nasdaq birikma ko'rsatkichi, ya'ni shu Nasdaq paychaki bozorida paylar bozorga so'nilgan barliq shirkatlarning paylarininki berkishdan tuzilgan bu berikma ko'rsatkich. Bu asosligi shu texnik paylarga asosroq shuni asos qilibroq tuzilgan ko'rsatkich. Bularninki cho'kishi 30% atrofida bo'lgan gibi. Andan keyin S&P 500 deydigan, Standard & Poor 500 deydigan 500 cho'ng shirkatninki paychaklarining berkishdan tuzilgan bu ko'rsatkichninki cho'kishi 20% atrofida bo'lgan gibi. Andan keyin Dow Jones Industrial Average deydigan, bu Dow Jones'ninki DJI deydi. Bu 30 cho'ng shirkatning paychak ko'rsatkichidan tarkib topgan. Bu ko'rsatkichda 15%lik chekinish bo'lgan. Demak, bu xil chekinish 50 yildan buyangi eng paychaki bozoridagi Amerikaning paychaki bozoridagi cho'ng cho'kish deb qaralyapti. Hamda hala shu yaqinqi 20 yil o'zimiz biladigan beshimizdan o'tkazgan 20 yilni elib yetsaqmi, 2000-yil, 2001-yil dot-com bubble bo'lgan, ya'ni texnik shirkatlarning ko'pigi paydo bo'lib, shu jag'dan nurg'un yangi shirkatlar qurilib, paychakini bozorga solib, ular vayron bo'lib ketgan ahvol bo'lgan. 2008-yili Amerikada pul muomala krizisi yuz bergan, ya'ni subprime mortgage deydigan, ya'ni qarz elish salohiyatiga to'shmagan kishilarga qarz berib qo'yib, uy olamiz desa, ya'ni uy mulk bilan munosabatli bo'lgan, shundaq o'sim nisbati tuvan bo'lgan, shundaq bir pul muomala krizisi paydo bo'lgan, shu vaqtda Amerika hukumatining qo'llangan bir siyosatlari nima desa, ishlarning bak yomonlashib ketishining oldini olish uchun TARF deydigan bir siyosatni qo'llangan, Troubled Asset Relief Program deydigan. Ya'ni shu darajasi yaxshi bo'lmagan zoyom va ba'zi shirkatlarning paylarini hukumat setib olgan. Bunda aytgan vaqtda kengayma pul siyosatini yo'l qo'ygan. Ya'ni quantitative easing degan miqdorli kengaytirish siyosatini, osonlashtirish siyosatini yo'l qo'ygan nurg'un pulni hukumat, ya'ni u baj topshirgan xalqlarningki qon tariga kelgan pullar buni bozorga qo'yayotgan. Natijada Amerikaning iqtisodida biroz yaxshilanish bo'lgan. Andan keyin har qaysi hokimiyatlarning o'zini bilasizlar, Trumpning vaqtida paychaklarda ko'tarilish bo'ldi. Chunki Trump tijoratga mahir adam. Shu uning siyosatlarida ashuna bo'ldi. Endi Biden hukumati, Biden Harris hukumati taxtga chiqdi. Bu kunlarda bu nimaga uchrab ketdi desa, Biden Harris hukumatlar emas, boshqa Jumhuriyatchilar partiyasining birasi prezident bo'lgan bo'lsa-mu, ma'qul taxliga uchraydi. Ya'ni pandemik, ya'ni vaboning keltirib chiqargan ta'siriga. Vaboning keltirib chiqargan ta'siri tufaylidan buni butun chegaralar qatnashlar etilib ketdi, zavodlar to'xtab ketdi. Ko'pchilikning xabarida bor. Qatnash, transport, mehmonxona, iqtisodning har qaysi sohasi umumyuzlik ta'sirga uchrab ketdi. Mana shuning ta'sirida ta'minlash zanjirida ham o'zilish bo'ldi. Iliq ko'taramsan sangiltval deganga o'xshash, bu gapim tushmidimi? Ala shundaq dunyo vaboning
şu sağlamlık krizisining tahdidida qolgan ba'zi davlatlarda iqtisod chekinib ketgan, ijtimoiy masala ko'rilayotgan, o'zi siyosiy masalaga aylanib ketgan shundaq ahvol ostida davlatlar umumyuzlik bo'lib sanoatlashgan davlatlar shu pul iqtisodiy yordam qilgan tijoratchilarga, shaxslarga, kirimi tuvallarga iqtisodiy yordam qilib nurg'un pulni tarqatgan buning natijasida pul pahaligi kundan kunga eg'irlashayotgan paytda ikkinchi ayning oxirida Rossiyaning Ukrainaga hujum qilishi bilan bu va uning qarta Amerika va NATO'ningki iqtisodiy embargo yurgishi natijasida bu pul pahalligininki ahvolini texnik eg'irlashtiryapti. Ya'ni energiya bahasi o'rlab ketdi. Andan keyin yemak-ichmakning bahasi o'rlab ketdi. Hozir qaraydigan bo'lsak, umumyuzlik tovarlarning bahasida o'rlash bor. Ya'ni pul pahalligi degan shu, ya'ni pulning setilish kuchining tuvalishi. Pulning setilish kuchi tuvalgan vaqtda, pul pahalligi yuz bergan vaqtda kishilarning ko'nglida amallik bo'lmaydi. Ya'ni xotirjam bo'lolmaydi. Bu nimaga ta'sir ko'rsatadi desa, kishilarning kayfiyatiga ta'sir ko'rsatadi, jamiyatning turaqli bo'lishiga ta'sir ko'rsatadi, kishilarning baxtli yashash istigiga ta'sir ko'rsatadi. Shunga davlatlarningki qo'llanadigan usuli nima desa, bu pul pahalligini tizginlash bo'ldi. Agar pul pahalligini tizginlaymiz deydigan bo'lsa, davlatning markaziy bankininki ikki muhim narsa bor. Ya'ni siyosatlar bor. Buning birisi shu nima deganda o'sim nisbatini o'stirish. O'sim nisbatini o'stirish. Hozir mushuni qilyapti. Yana birisi banklarning markaziy bankka qo'yadigan omonat pulining miqdorini o'stirish, reserve rate. Ammo hozir bularning qo'yilayotgan talabi nima degan vaqtda bu markaziy bankininki o'simni hozir qadar 1.5 yaqin vaqtning ichida 1.75% o'sadi. Odatda bu xil markaziy bankining o'simni o'stirishi butun iqtisodga ta'sir ko'rsatkicha boshqa savdo banklariga va boshqalarinki innovativ kartoshka shirkatlarining o'simni o'stirishiga 9 oy bilan 1 yilning ichida ta'sir ko'rsatgan. To'g'ri niyatla darhol saqlashni o'ylamaymiz-ku. Ammo hozirgi ahvolda bu u yoqdan o'simni o'stirib bo'g'cha 2 oy qolmaydi bu tepkil turgan gap. Ya'ni umumyuzlik uy mulk masalan har qaysi holatga masalan avtoloan deydi, avtomobil uchun olgan qarz deymiz, mashina oladigan, andan keyin uy oladigan mortgage loan deymiz, bularning nisbatini o'stirayotgan gap. Bu nimaga ta'sir ko'rsatadi desa, bu uy mulklarning setilishiga, yangi uylarning yasalishiga shunday ta'sir ko'rsatadi. Shunga ba'zi pessimist deb qo'yamiz, ba'zi iqtisodga umidsiz qaraydigan odamlar Amerikaning iqtisodi 2023-yilga borgancha chekinish bo'ladi, recessionga aylanib ketib qoladi bu ahvolda qo'rqayotgan ishlar bor. Xo'sh, endi shu xil ahvollar bu ko'rilayotgan sonliq, biz bilayotgan sonliq ma'lumotlar, ya'ni pul baholigining ishi, umumyuzlik iqtisodning ishiningki ostilishi yoki chekinishi qatorliq shunday sonliq ma'lumotlar ham kishilarningki har xil xabarlarni anglishi, ko'rishi, analiz qilish ta'sirida shu pul muomala sohasiga mablag' solgan yoki iqtisodga mablag' solgan kishilar, iqtisodiy faoliyatlarga mablag' solgan kishilar masalan uy solmoqchi bo'lgan yoki bir do'konni sotmoqchi bo'lgan odamlarga nisbatan to'xtatadigan bir belgini berdi. Shuning bilan kishilar qanday qildi desa, o'zining qilmishlarini, harakatlarini o'zgartirishga boshladi. Ya'ni uy olaychi degan biroz keyingan edi, mashina olay degancha keyingan edi. Shuning bilan zavod shirkatlarchi desa, ba'zi shirkatlar odamlarni ishga oladigan shirkatlar qarshi tuzuk, ya'ni kishilarning qo'lida pul bo'lmagandan keyin o'simni o'stirishdan maqsad obratda aylanayotgan pulning miqdorini azaytish. Ularningki mahsulotlarga nisbatan mahsulot yoki mulozimatlarga tuzuk bir talab bo'lmagandan keyin bular odam qisqartirishga boshlaydi. Endi bundan keyingi ish iqtisodshunoslar bundan keyingi Amerikaning iqtisodiga toza ro'shan yoki umidvor qaramayotdi. Demak, 2023-yili Amerikaning iqtisodida cho'ngroq chekinish kelib chiqqanda, shirkatlar, bularning texnik shirkatlar odam qisqartirishga boshlamdi deydigan ahvolni hozir savol belgisi qilib qo'yib turish kerak. Yani bu ahvolni hozir yuzilishidan qaragan vaqtda yo'q deganimi bo'lmaydi. Bunday qiladi ekan, pay cheki bozoridagi ahvolning yaxshilanishi bu yilning oxirigacha umid kutgil olmaydi. Mana shuning ta'sirida masalan SP 500 degan shu pay cheki ko'rsatkichini pensiya puliga pul qo'ygan odamlar yoki vositlik boshqaradigan shirkatlar, masalan foydali o'xshash shirkatlar bizning pensiya pulga qo'ygan pullarimizni bular
shu SP500 ni setib oladigan gapdi. Endi SP500 shunda tuvallab ketgandan keyin hozir qaraydigan bo'lsak, kishilarning pensiya puliga qo'ygan pullarda umumyuzlik 20-30% dan yo'qotish bor. Endi mana shundaq ahvol ostida hukumat yana iqtisodiy siyosatga tayinib qolmasdan, ya'ni diplomatik siyosatga tayindi degan gap. Shunga Bayden hukumati Bayden hozir kuchayotdi. Ba'zi munosabatlarni yaxshi qilishga tirishyapti. Saudiya Arabistoniga opag'idak degan gap chiqyapti. Beka bo'lmaydi. Muayyan bir davlatlar o'tirsida siyosiy savdo bo'ladigan gap. Masalan, Khashoggi degan biraylarni Salman o'ldirib o'tgan burun. Turkiyaga olib Istanbuldagi Saudiya Arabistonining elchixonasida o'ldirib o'tgan har bilan to'g'rilab. Endi bu u gapni demaydigan, ammo uning badaliga Salman neft miqdorini ishlab ko'paytirgan shunday bir kelishimni tuzdigandakmi turdi. Undan sirt yana umuman aytgan vaqtda shu neft bilan may bilan ta'minlashni oshiradigan shunday bir siyosatlarni usullarni qo'yib tushirgandak turdi. Xo'sh, nimishqa degan vaqtda Amerika hozir Oqsaroydan tortib parlamentgacha bu Demokratlar partiyasining qo'lida 11-oyda o'tir mazgillik bir saylan bo'ladi. Parlament degan qonun chiqaradigan ya. Shunga mush vaqtcha agar iqtisodda pul paxallarninki tuvallishini shu hozirgi masalan Jeremy Powell pul paxallarning tuvallishini barliq keltirmasa, demokratlarga bu saylamda ahvol yaxshi bo'lmaydi degan gap. Xo'sh, endi ba'zi qarindoshlar bu pul paxalligiga ishib ketgan vaqtda kishilar oltinga yuguraydi. Ya'ni oltin degan pishiq osh deb qiymatini yo'qotmaydi. Bu nimishqa oltinning bahosi tushib ketyapti deb savol so'ragan qarindoshlar bor. Bu yerda siz oltin olmaysiz, shu oltin qazadigan shirkatlarning penalsiz emasmi? Hozirgi ahvol bundaq. Amerikaninki pul, Amerikaning bu Amerikaninki Markaziy bankasi o'simini o'stagandan keyin bu pulni omonat qo'yish biroz yaxshiroq bo'lib qoldi degan gap. Ya'ni pulni o'simini o'stagandan keyin shunga chet eldan mablag' qilib kiradi, dollarga bo'lgan talabni oshirib, bu dollarning qiymatini oshirib degan gap. Oltinning bahosi dollar bilan chiqariladi emasmi? O chaqda dollarning bahosi o'sgan vaqtda birsi ko'proq oltin kilodi ber, ikkinchisi nima desa, kishilar pul muomala bozorida bu oltinni setib olgan bilan yoki oltinning foydasini setib olgan bilan u sizga hech qanday dividend, hech qanday foyda, hech qanday o'sim bermaydi. Agar siz pulni hech bo'lmasa deganda CD olib qo'ysangiz, certificate of deposit, uningga ma'lum nisbatda o'sim chiqadi. 2% degandek masalan oddisi. Shunga kishilar nima ish qildi dedi, bu yerda biz bir ikki odamning, bir ikki oilaning necha 10 ming, 100 ming pul emas, bu yerda cho'ng mablag'chilik shirkatlarning necha 100 milliardlab, necha millionlab pulning gapini qilamiz. Bular oltinni qo'yib, bu oltinning bahosining o'shini saqlab turgandan hozir oltin olmay yoki oltinni setib chiqarib o'tib, bu dollar olib buningga bir zaim olib qo'ysak, buning kildigan yoki CD olib qo'ysak, buning foydasi yaxshi bo'ldi ekan deb buni hisoblaydi. Mana ya'ni pul muomala bozorida bu pul boshqarish bilan, mablag' boshqarish bilan, ya'ni boylik boshqarish bilan shug'ullangan odamlar minut sekundning ichidagi o'zgarishga diqqat qilib turdi. Ya'ni pul bilan pulning o'tirisidagi munosabat, anadan keyin davlatlar o'tirisidagi cho'ng kuchlik iqtisodiy taraqqiy qilgan davlatlar o'tirisidagi shu pullar, shularningki banklarning o'sim nisbatidagi qarorlar o'stirish yoki tushirish degan o'xshashlarga diqqat qilib turdi. Shunga bu yerda oltinning bahsi nima tushib ketdi deganda biz odatda qopaplar, masalan, yoz kelyapti, to'y to'kin degan noyat jiqib yurgan tursa, Hindistonda nupos cho'ng davlatlar to'y to'kinga oltin bilezik, oltin uzukni jiqaladigan tursa, bu oltinning bahsi o'sish kerak, talab oshish kerak degan bilan bu yerdagi pulning oltin sohasidagi pulning ko'pi mablag'chilik sohasidagi bir sohadan bir sohaga yo'tkilishlik bo'lindi degan gap. Ya'ni oltin olib qo'yib, yo foyda ko'may, yo o'sim ko'may turgandan dollar olib qo'yib, yo zaim olib qo'yib, azroq foyda ko'rganimiz yaxshi emasmi deb haqli hisoblaydi. Buni shunday tushunsak bo'ladi. Xo'sh, endi o'zimiz haqida kelsak, men o'tgan qitimliq sonda deminingki Yaponiyaninki Liberal Democratic Party, ya'ni Liberal Democratic Partiyaga nomzod bo'lgan 7-10 kun natijasi chiqdi. Bir Uyg'ur qiz to'g'ri so'zlaganda Arfiya Eri ekan ismi. Men Ili deb optim bundaqa emas. Arfiya Ablat degan sanamizga bu shu Ablat apandimga, xonimga qutlab bo'lsin. Yaxshi
aqlliq, jiring-jiring Uyg'ur so'yar bir qizni tarbiyalabdi. Allah bu Uyg'ur qizininki bu saylamda utishini tilaymiz, Allohdan tilaymiz. Amin. Xo'sh. Hamda men to'g'rilab qo'yay dedim. Kitob masalasida men o'tganda mush kitob masalasida ko'pchilik nurg'un savol so'radi. Ya'ni u shipirlik pul mablag' silish emas, to'liq ismi pul muomala mablag' silish, pul muomala bozorga mablag' silish. Bu bozor degan insoniyat mavjud bo'lgandan tartibli bo'lib kelgan. Ibtidoiy bozorda narsa-narsaga almashtiradigan, andan keyin pul shakllangandan keyin u nisbatan sistemli bo'lgan tovarlar bozori deymiz, shu nima bozori deymiz. Biroq biz ko'rgan bozorlar tovarlar bozori. Hamda hozir pul muomala bozori bozorning ichidagi xon tojisi. Bozorga yaqin tursak, uning foydasini ko'ramiz. Shunga ko'pchilikning to'xtamay pul muomala to'g'risidagi bilimlarni bilsin, tushunsin, savol qo'ysin uchun mana kitobni, tunji kitobni yozdim. Shunga bu kitob hozir tahrirlanyapti. Rasmiy nashrdan chiqishga oz qolgan vaqtda albatta ko'rdigan gap. Men uni nayt tuvanchilik bilan e'tirof qildim. Bu kitob nuqsonlardan xoli emas deb, ayni shu vaqt kelgan chog'da setagan vaqtda xatoliklarga belgi qo'yib, nima qilsanglar, ya'ni kelar qitimliq nashriyatida to'g'rilab, yaxshiroq chiqaramiz deb o'ylayman. Chunki bo'lmagandan bo'g'ini yaxshi ba'zi ishlarning sinab beqib, andan keyin xatolasak ikkinchi qatimda tuzatsak bo'ladi. Undan sirt yana ikkinchi kitobni nashrga tayyorlayapman. Balkim uni nashrga berishim mumkin. Patiqanda uning ismi Egilik tiklash melodiyasi, ya'ni 4 qismdan tarkib topgan bu kitob. Birinchisi shu iqtisodga oid ancha-muncha maqolalar, masalan, Amerikada qaysi kasbga aqidi, andan keyin o'stirish nimadan derak ko'rdi, kimga foyda, kimga ziyon degan o'sha iqtisodga oid maqolalar, ya'ni bizdagi kam narsalar deb ayni vaqtda men 20 yoshligimda yozgan jurnalda e'lon qilingan maqola Uyg'ur qirg'inchiligiga oid. Ondan sonra ikkinchi qismi egilik tiklash melodiyasi, ya'ni o'zimning o'y, fikri, tasavvuri. Bundan 4-5 yil burun yozgan. Andan keyin uchinchisi ma'rif. Ya'ni ma'rifning o'zimi, ma'rifga mablag' solishning o'zimi bir xil egilik tiklash bo'ldi. Men shunday deb qarayman. Ya'ni siz bir bolangizni yaxshi tarbiyalasangiz, bu bolangiz nihoyat yaxshi o'qib, masalan, o'qish mukofotlarini olib o'qisa, shu egilik tiklashga o'xshash ish, ham bu bilimni, balangizga bilimni hech kim o'g'irlab olmaydi. Balki uning qimmati ish bor edi. Ma'rif haqida yozmalar. To'rtinchisi sog'lomlik. Ya'ni sog'lomlik deganimizda sog'lomlikqa oid har xil kasalliklar, kishilar kasalliklar, yana jismoniy, ruhiy jihatlardan kasalliklar. Bu to'g'risida mening necha yildan buyon yozib qo'ygan ancha-muncha pach-purat yozmalarim bor. Masalan, kishilik munosabatni o'z ichiga olgan. Demak, shu 4 xil mazmundan tarkib topgan ikkinchi kitob egilik tiklash melodiyasi. Sog'lom bo'lgan vaqtda bilim egalligi bo'ldi. Sog'lom bo'lgan vaqtda egilik tikligi bo'ldi, boyvoqli bo'ldi. Andan keyin u boylikni jamiyatga qaytog'ildi yaxshi. Ya'ni o'z-o'zimizning qimmatini topqildi demakchi. Ya'ni dunyoda tirishchanlik orqali qimmat yaratish orqali o'zining qimmatini topdi odam degan. Shunga bu to'g'risida deb qo'ydim. Andan keyin yana birisi oxirgi gap to'g'ri. Yaqinda bu Uyg'urlar to'g'risida bo'layotgan ish Uyg'urlarni majburiy emgak silish orqali ezvatga Xitoylar qarta Amerikaning 6-ayning 21 kundan keyin yo'l qo'ygan, ijro qilingan qonuni. Bu qonun rasmiy mushtiva zarbisiva qonun. Deganlik nima desa, bunda asosan bizning vatanimizdan kelgan barliq tovarlarga Amerikaning havo yo'li yoki quruqlik yo'li yoki bo'lmasa dengiz yo'li orqali kelgan shu portlardagi tamojnadagi har qanday yerda kelgan malni tekshiraydi bo'ladi degan gap. Ya'ni Amerikaning necha ministerlikdan tarkib topgan davlat ishlari katibatligi, davlat amalligini saqlash idorasi, andan keyin adliya ministerligi degandek mushlardan tarkib topgan ijro qilish harakat markazi bor. Bular, ya'ni mushu o'rinlar 300 dan odam olmoqchi. Mush qonunni ijro qilishga 70 million dollardan ortiq pul qayilgan gap. Bular nimda faraz qildi desa, har qanday mushu Amerikaning chegarasiga kelgan malni nimda faraz qildi desa, majburiy emgak, ya'ni Uyg'urlarni majburiy emgak silish orqali, bularni eksploatatsiya qilish orqali butgan maslahat bu deb qaraydi. Shu malni akagan odamlar undaq emas deb, shu maslahat xomashyo qayerda ishlab chiqarildi, nerda ishlab chiqarildi degan mushu narsalarni isbotlay olgan vaqtda pokiz bo'lganligini isbotlay olsa, undan chegaraga kirib bo'lmas kirmaydi. Bu
Xitoyning iqtisodiga nisbatan ajallik zarar berdi. Nemishqa? Bultu 2021 yili Xitoyning tashqi dunyoga qilgan eksport malining umum miqdori 3,3 trillion dollar bo'lgan gap. Ya'ni bu Italiyaga o'xshash bir davlatning bir yillik milliy daromadni mal eksport qilish orqali topgan gap degan gap. Buning ichida kiyim-kechak savdosining o'zida 438 milliard dollar bo'lgan gap. Buning ko'p qismi Amerika kiyim-kechak bozorining 38%ni Xitoyning zavodlar shirkatlari egalladi degan gap. Bu kiyim-kechak degan paxtadan bo'ladi, paxta, jip degan raqtdan bo'ladi emasmi? Demak, bu xamma paxtaning o'zi ham material, uni to'qisa, unida raqt ishlab chiqarsa, o yerim material, ammo kiyim yassa bu butun materialdir. Mana shu jarayonlarning hammasida majburiy emgak ba'da paraz qildi degan gap. Bunda bo'lsa, bu mallarni shundoq agar shu xil bularninki Xitoylarning shu xil jinoyati oshkorlansa, bilinsa, bayqalsa, shu mal asha tutib qilindi degan gap. Demak, bu Xitoyninki shirkatlariga va Xitoyninki majburiy emgakni ishlatgan. Masalan, biz Uyg'ur yoshlarni poyezdda avtobusda ishga olib borgan ahvollarni ko'rdik. Shunaqa andan keyin heliqi jazo lagerlarini anan yeniga zavod silib, anan keyin ashada ishkirning shirkatlarining, bali shirkatlarining ashada qurib, bu Uyg'urlarimizning ashada izvatganligini, to'g'risidagi materiallarni ko'rdik. Demak, mashin bularning ujuqtirib o'tish uchun mashu qonun yo'li qo'yildi degan gap. Bu ijro qilingan bo'lsa, bu rasmiy mushtiba, zarbisva ishuladi. Buningdan maqsad nima desa, jinoyatni o'tkazayotgan odamning qilmishini to'xtatish, uni o'zgartirish. Sen pokiz bo'lgan chaqda kishilarga sen erkinlik bergan vaqtingda unda sen bilan biz normal aloqa qilamiz deydi. Sen xalqni irqi, tili, dini, e'tiqodi, chiroyi o'xshamaganligi uchun sen uni dushman ko'rib, buni azsang, bularni 21-asrda. Bu 200 yil burungi biz o'tkazgan xatolikni sen o'tkazsang bo'lmaydi. Dunyo jamoatchilik, dunyo madaniyatlik dunyoga kirdi demoqchi. Demak, mashu asosan bizningki vatandan kelgan shu mallarni asosliga qo'yilgan mallarni bak nuqtaliq tekshiradigan vaqtda pomidor bayonqulundan bak chiqdi ekan. Pomidorda Amerikada Heinz deydigan mundaq tomato sos bor-ku, pomidorninki qiyomi. Mana buningki egiz kim desa, Amerikaning hozir havo kelmatishlariga mas'ul John Kerry degan ilgari Massachusetts'ningki senator bo'lgan egiz adam. Bu adam sal Xitoy praslashib ketdi. Nimishqa desa, buning ayak sog'an mablag'i bor. Bu axborotlarda e'lon qilindi. Shunga bu pomidor qiyomini shular ham ashadan akiladi ekan. Buningga cheklama qo'yildi degan gap. Ikkinchisi paxta va paxtaga munosabatlik, uchinchisi kiyim-kechak, to'rtinchisi quyosh taxtasi. Silika poli deydigan shunaqa material quyosh taxtasi. Mana mushularga nuqtaliq qaraydi. Ondan sirt yana elektronlik batareya. Litiy asosidagi elektronlik batareyaning dunyoda 70%si Xitoydan chiqadi ekan. Xitoylarning zavodlar ishlatgan, buning ko'pisi bizning vatanimizdan chiqdi ekan. Bunda bo'lsa, bu Xitoyning mushlarning hammani tekshiradigan ish bo'lsa, bu Xitoyning iqtisodiga ajallik zarba berdi. Shuning bilan birlikda yana nima? Bir necha kundan oldida Bidenlar Amerika hukumati 7G yig'in o'tkazdi. Bavariyaning Alpsiga edi. Germaniyaning bular yana nayti Rossiyaning hozirgi bizning mavjud dunyoninki tartibiga tahdid solg'uchi hozirgi kuch, ammo Xitoy uzun muddatli kuch da bizning qimmat qarashimizga, hokimiyat boshqarishimizga, tuzumimizga, kishilik huquq, demokratiya deganlarning hammasiga buni dushmanlik qilyotdi. Shunga maydonimizni inqiqlashimiz kerakdi. Uyg'urlar masalasida, Tibetlar masalasida shu masalani to'xtaldi. Amerikaning keyinidan agar Yevropa ham shunday bir majburiy emgakni cheklash qonunini yo'l qo'ydigan ish bo'lsa, dunyo iqtisodining 50%ni tashkil qilgan bu Amerika va 7G davlatlarining bozordan ayrilib qolsa, qisilib qolsa, o chaqda Xitoy biz Uyg'urlarga qilgan bu askilkining zinini ig'ir darajada tatidi. Albatta, bu iqtisodiy ziyon. Ammo bularning bizga keltirgan talabidan ayt ig'ir kun keladi. Shu jismoniy xo'rliq va zulm sog'an iblislarni o'ziniki tegishli tanavini tatidi degan gap. Xo'sh, emas ko'pchilik. Bugun gap shunchalik bo'lsin. Rahmat.